Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 2025-yilda iyun oyi. Hozirgi hayotimizdagi bo'layotgan chiroyli go'zalliklar, hayotimizdagi hozir farovonlik, osoyishtalik, tinchlik, hech bir narsa bilan almashtirib bo'lmaydigan xotirjamlik, yurtimizni tinchligi, xonadonimizni farovonligini ko'rib yashash juda ham bir chiroyli yashash. Men o'ylaymanki, hozirgi yashayotgan insonlarga nasib qilgan ekan. Istardimki, bundan ham go'zal sharoitlarni nasib qilganini ko'rib yurish barchamizga nasib etsin. Endi shu yaxshiliklarni o'ylab turib, yaxshiliklar to'g'risida kitoblarni o'qib turib, men ham aytamanki, ko'pchilikka yetishga harakat qilaman. Qalbimizda ham, fikrimizda ham, hayolimizda ham doim yaxshilikni eslab yurishimiz kerak deb o'ylayman. Va yaxshilikni barchaga qilish kerak deb o'ylayman. Yaxshilik yuzasidan buyuk allomalarimiz, shoirlarimiz ko'p narsalar yozib qoldirishgan. Mana shunday yaxshiliklardan bittasi Tohir Malikka Odamiylik mulki degan kitoblarida yaxshilik to'g'risida bir kichkinagina narsa yozilgan, shuni o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshitib ko'ringlar. Ikki shoir Odil podshoh No'shirvonning ziyofatida hozir bo'ldilar. Biri baland ovozda bayt o'qidi. Yaxshiligim qaytsin desang, sen yaxshilik qil. Yaxshi o'yla. Navbat ikkinchi shoirga kelganda u baytini o'qidi. Yomonligim qaytmasin desang, yomon bo'lma, yomon o'y qilma. Bu baytlarni eshitgan No'shirvon xushhol bo'lib, birinchi baytni o'qigan shoirga 1000 dirham, ikkinchisiga esa 500 dirham hadya bermoqlikni amr etdi. Shunda vazirlardan biri ajablanib so'radi: "Ey odil amirim, ularning baytlari bir ma'noda bo'lgani holda ne uchun har xil tuhfa berdingiz?" No'shirvon shunday javob qildi: "Rost, ma'no bir, biroq so'zda tafovut bor. Birinchisining so'zi boshdan oyoq yaxshilik haqida bo'ldi. Ikkinchisiniki esa kishiga faqat yomonlikni eslatdi." Yana xuddi shunday kitoblarda yozilgan. Mana hozir menga yaqinda bir shu berishuvdi kitobda, demak Muhammadjon Zufarov ulug' e'zozlangan yurt madhi kitobida, Xudo rahmat qilsin Muhammadjon akani, bu inson 1996-yildan boshlab Toshkent shahar nuroniy jamg'armasining raisi bo'lib ko'p yillar ishlaganlar. Alloh rahmat qilsin, yaqinda qazo qildilar. Shu kitoblarda bir narsa yozilgan ekan yaxshilik to'g'risida. Shuni o'qib beraman, eshitinglar. Olamni go'zalroq ko'ray desangiz, bedard va bearmon yuray desangiz, duo olib savobga to'lay desangiz, odamlarga doim yaxshilik qiling. Shukr qiling berganiga boriga, og'ir kunda yarang elning koriga. Musharraf bo'lgaysiz haq didoriga, odamlarga doim yaxshilik qiling. Elga ochiq tuting xonadoningiz, baxtlarga to'lar har bir oningiz. Bo'lsa agar zarracha imkoningiz, odamlarga yaxshilik qiling. Nochor va bemorni yo'qlang doimo. Muruvvatli insonni qo'llar Xudo. Qalbida kin, adovat saqlamang aslo. Odamlarga doim yaxshilik qiling. Shuning uchun istardim va hammalarga tilardimki, qalbimizda doim yaxshilik bo'lsin. Hozirgi vatanimizni sevish yaxshiligi, hozirgi oilamizni sevish yaxshiligi, butun xalqimizga yaxshilik tilab yashab yurib, Allohdan ko'p savoblarga ega bo'lish barchamizga nasib qilsin. Rahmat.